Eşe uğabalım o ya nima ha? Şu gapni menden so'rab жүрем Yatqan, qopqan, siygan, chiqqan, ayol ishkanning o'tirsiz bo'lgan gap so'zimni menga deb chiqamsan, lavza. Edem bo'lmaydigan ko'ngli qara. Kelib qulamni yeb etib, nam berib beqib cho'ng qilgan men seni. Mening balamdek bir ish qilib, latiqlab yog'och pichoq. Men ishga ko'yni gap berganingizni anamga demayapti. Men anamga gap qilmaydi, shundaylikda men sal xijil bo'lib qoldi ekanman. Xotirjam bo'la, bu gapni deyishmayman anamga. Sizga demaysiz, endi shundaylikda shu deb qo'yay dedim. Xotirjam bo'la. Ya ana o'tadingmi? Ha, keldingmi balam? Bizim ala aldingizmi? Ha, ala oldim. Ne bo'libdi? Nima kiyimni yangi ishlab chiqib, tamoq qilib qo'yaman. Ha, ma'qul. Bir ko'nlik olim deb degani ana qala. Ha. 2 ko'nlik og'izda. Ichki kiyimlardan tatib og'izdashi. Ha. Eli uni yeyma, buni yeyim deb bir muncha chiqimda qilib keldi demdi. Buni yoq bazaq appamsan oldu ekan degani qiz bolani. Shu deymi bu xotin haq deganda zat bazaq apas bo'lmaydi ekan zat. Uni buni qajiltib edem chiqimda qildirdi-ki. Uydan chiqmay o'ttosin bu xuddi kishi taladi nima balam. Bazarcha appamni zerikmaydi bo'ldiga uydan o'ttosi bo'ladi. Rost esa ayda qilsa qildi-ki ash. Ha, kiyim kechak mepamay kusulab qo'yib baqalib bo'lincha. Ha, maq. Ana biz eğik verip keldi degan. Ne bo'lib berib keladi balam? Qopon puli berib kelayli. Men bilib berib kelay mana. Ha, apribga aylan olgan ekan. Ha, maq biz ketdik ham sana. Ha, ma'qul berib kelamiz. Ma'qul. Vag boshlab chiyding nima qilamiz vada? Uyga bir narsa kerak elib oldi. Bir xalta, guruchilan bir xalta o'g'an, bir tongmay elib oldim dedim. Öğünümde pişmeli kalamaz, böreği verse kumumda. Hemen quruq bo'lmaydi, bir haqiqatan bo'lsin bir narsa elib oldi. Manadan birini götürüp alsan sonunda. Amma sen alımız dep turib oldi. Anan uyga olganda keyin ko'tira o'zingni. Ana biz berib keldik. Ha, keldingmi? Uyda tilchilikmikan balam? Sizning tilchilikligingizni Rahmat. Nim bo'ldi? Uzi 3 qala guruchlan yog' olib chiydik deyman. Tak do'konda elab va ko'tirang deydi. Anasini uyga gapirganda men deb ko'tirib, o'zingiz ko'tiring deb. Voy, oshini menga demsi bo'p deyishim bo'lmaydi. Bemisha melib bormaysizlar unda bir meni. Sen anam tursan ham sog' demay chim deyman bu gapni. Voy, qayta qilaman balni. Hech gap bo'lmaydi. Hamma gapni menga deb juramsan. Menga javob ko'zamga sat ko'rinmay. Ajab gap qildi kelsa, shu onam bo'lganda kelsa. Voy, menga ana o'simi Vavalam ayda oldu ekan. Ma kirpiklarim tugab ketdi. Qalay, maylarim maz qaptiki. Biz ağasınız bir jurish kirib bo'lmag'achkina aytsalar. Anam bu deb baqaydimi? Uy, anam deb baqsangiz bir yo'q apamdimda. Shu davosim anam deb qo'ymasa qolmaydi. Hey, siz bir putu o'g'il bola nimda gap qilsiz? Qachi atamsan ha? Ha, nim bo'ldi? At to'xtigul qala. G'irim buyumlar eppa deydi. Ha. Qanday qilay? Voy, eppasan bo'ldi o'zingni oyli olgan ekan, shuni mendan so'ramsan? Onam bo'lganda keyin so'radim. Eşe uğabalım o ya nima ha? Şu gapni mendan so'rab juramsan? Onam bo'lganda keyin nimda qilsana bu siz yupib barisi odamga. Ey, men seniki onang to'g'ri. Bir girim bo'yim eppiring degan gapni menga deb chiqamsan? Seniki ayoling olgan degan cho'qim eppasan bo'ladi. Yatqan, qopqan, siygan, chiqqan, ayol ishkanning o'tirsiz bo'lgan gap so'zimni menga deb chiqamsan, lavza. Edem bo'lmaydigan ko'ngli qara. Men bu yil epasam bo'ladigan mening ayolimga chiroyli girim qilib juray debdi. Chiroyli kiyay debdi, bo'p epray demaydi ekansiz ya. Jamiyatdagi bir qism o'g'avalaning uyi nima sababdan buzilib ketbardi bilib atamsan? Ayol ikkisining o'tirsida bo'lgan gap so'zni sana o'xshamishida siygan, chiqqan, yatqan, qopqan hamma gapni ota-onasiga, qarindoshlariga, ot singillarining hammaga deb shugachga, ashbola to'g'ri tushunmay buzilib ketmagan o'yli ava. Uqdingmi? Menga to'g'ri tushunyapman. Sen bir o'g'avala o'z oldingi maydoning bo'lsin, o'z oldingi fikr qilish huquqing bo'lsin. Mush ayolim degan gapni onamga desam bo'lamdi, yo'qmi? Qarindoshlarimga desam bo'lamdi, yo'qmi? Mush demay bir taraf qilib etay deyishni nima ish qilib bilmaysan, ha?
Girim qilsa sana chiroyli ko'rinay deb qilidan. Kiyim kiygisi kiygan bo'lsa, erimga chiroyli ko'rinay ya. Haqlimi chiroyli kiygan bo'lsa, erim shuning keyinda ketib qolmasa ya deb kiyay deganda. Mush uyda bir kishilik japonni tatib atadi, itpasang bo'ladi, girim bo'ymi desa, epasang bo'ladi. Men seni uğavala deb tug'ib beqib cho'ng qilgan ikki qo'yib shumak kelib ishlatgan bo'lam men sana. Mana uğavala bo'lgan degan o'z oldinga fikr qilish huquqing bo'lsin, men sana tavlab demayapman. Mushunda gap so'zni aniq devjisang, yana bir odamga devjisang, ma uyang ismaydi, haq to'g'ri yo'lni ko'rsatmaydi. Ash ayoliga nemish epirdiganda. Ash ayoli bo'lgan odam balamning beshini og'irtib etibdi ya. Unda qimmasi bo'ldi deb qapulab qoladi ba'zan bir onala balam. Unda qimma sen uğavala qala öz aldığın manda gap qilishni o'rgan, qanday qilsang to'g'ri ulashni bilgin. Ayoling bo'lgan degan itpasang bulu demasmi? Uğavala deganniki manda bejirim berdes bir bo'lganni ko'rgan, qanday degan bir nimsa xeli bir qulamni jeb etib nam berib beqib cho'ng qilgan men seni. Mening balamdek bir ish qilib latqilab yag'och pichoq. Nimanda qiladigandim ma nirvamni o'litib, sat turishini tugilib, mana jonliq bir turaymanda. Siyatligan eninki. Eppa degan bo'lsa, eppasang bo'ladi, o'zingning ayoli bo'lgan degan.